Hammaga assalomu alaykum. Qish keldi, endi bu yog'iga sovuq bo'ladi. Men sizlarga bugun Shivaki va Imbadan ikkita обогревательni obzor qilib beraman. Raspakovka. Nima uchun обогревательni obzor qilishni boshladik? Sababi yaqinda qish keladi. Hamma обогреватель qidirib qoladi. Sizlar farqini bilishinglar kerak. Qanaqasi sizlarning uyingizga mos kelishini. Nimaga? Chunki masalan shu maslinnisini plus tarafi patologiyasi qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki bu issiqlikni birinchi tepaga urib beradi. Birinchi bo'lib sizlarga maslinnisini obzor qilib beraman. Ichidan mana bunaqa kitobchasi chiqadi. Ichidan mana bunaqa balonlari chiqadi. Ya'ni buni bemalol balonni chapga o'ngga qilib sudrab yursanglar bo'ladi. Yana mana bunaqa narsasi chiqadi agar nimadir tezroq isitmoqchi bo'lsanglar yoki isitib turishni xohlasanglar, hapga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu sekinroq qiziydi. Примерно buni effektini 30-40 minut ichida bilasizlar. Lekin qizib bo'lganidan keyin, даже tokdan sug'urganingizdan keyin ham ancha vaqtgacha bu issiqlikni o'zida ushlab tura oladi. Xavfsiz bo'ladi. Aytganimdek, birinchi bu issiqni tepaga qilib beradi. Ya'ni yoqqaningizdan keyin bu sraz isib qolmaydi. Oldiga kelib ham naq turib olganinglar bilan sraz issiq sizlarga yetkazib bera olmaydi. Birinchi tepaga beradi. Patologiyasi past bo'ladigan bo'lsa, xonani tezroq o'shanda isitib bera oladi. 2-3 kilovatgacha 1 soatda yeydi. Yaxshi qizib bo'lgandan keyin ozgina pasaytirib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'p qizib ketmasligi uchun mana bu yerda mana bunaqa o'sha ventilyatsiyasi ishlab turadi. O'shani yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Shu bahonada iliq havo ham sizlarga chiqarib bera oladi. Hop, Shivaki brendiga tegishli bo'ladi. Va bunda защита от падения bor. Agar ya'ni kechasi oyog'ingizlar qo'lingizga tegib ketib, agar buni yaqinroq turgan bo'lsa, agar yiqilib ketadigan bo'lsa, bu hech qanday yonib ketmaydi, qo'rqmasanglar bo'ladi. Bu birdaniga bu o'chib qoladi. Va bu 10 bitta qovurg'ali bo'ladi. Imba modelimiz. Raspakovka. Imba brendidan mekotermический обогреватель. Buni plus taraflari bu juda ham yengil bo'ladi. Bu juda ham tez qizitib beradi, ya'ni birdaniga qizitish boshlaydi. Mana mana shu rishotkalar to'g'ri holatda sizlarni isitishni boshlaydi. Bu tepaga bermaydi, bu ham to'g'riga o'zi berishni boshlaydi. Buni ham balonchiki bo'ladi. 2 kilovatgacha 1 soatda yeydi. Pechkani yoqib uxlab qolganmisizlar? Ertalab tursanglar og'zingiz qurib ketgan bo'ladi. Havoni yeb tashlaydi. Bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Mekotermichnikda. Hop, bunda ham защита от падения bor. Agar kechasi o'sha yiqilib tushsa yoki kimdir tiyib ketadigan bo'lsa, hech qanday yonib ketmaydi. Bemalol xavotir olmasanglar bo'ladi. Bu ham sразу o'chib qoladi agar yiqilib ketadigan bo'lsa. Hamma yoqni qizdirib olgandan keyin buni ham mana bittan shu mощностini sal pastroq qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'sha keyin to'g'ri o'sha turaveradi. Xona o'sha bitta isib olganidan keyin. Egasini farqini bilib oldinglar, qanaqa ishlashini bilib oldinglar. Endi o'zingizga mosini tanlasanglar bo'ladi. Yaqinda yana boshqa поступлениyalar bo'ladi. Bitta-bitta ularni ham mana shunaqa obzor qilib, qisqacha qilib tushuntirib beraman. Chapana tilda ochuvchasiga konkretniy obzor bo'ladi. Konkretniy obzor rubrikasi tamom bo'ldi. Sizlarga ikkalasining farqini tushuntirdim. Qishga tayyorgarlikni vaqtida ko'ringlar. Yana eslatib o'taman, Mediaparkda dostavka bor va u mutlaqo bepul. Mediapark.uz saytidan shunaqa обогревательlarni zakaz qilsanglar bo'ladi va uni muddatli to'lovga boshlang'ich to'lovsiz va peniyasiz xarid qilishinglar mumkin. Barchalarni Mediaparkda kutamiz, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.